Xo'p, 109. Hurmatli o'quvchi, shoshmasdan, sekin ishlashga harakat qilasiz. Birinchi bo'lib, mana yerga e'tiboringizni qarating. Mana shu. Shunisidan ilmiy ish qilamiz. Ilmiy ishimiz qanday? Xo'p, mana 25 ni birinchi darajasi ko'paytirilgan 25 ni minus logaritm 5 asosi ko'ra ikkinchi darajasi bilan. Birinchi ishimiz. Tushundingizmi? Endi buni ham davom ettiramiz. 25 icha turadi. Mana bu bilan mana uni o'rnini nima qilamiz? Alishtirib olamiz. Shunda ko'paytirilgan 2 darajada minus logaritm 5 asosi ko'ra 25 emas, 5 ni kvadratini yozaylik. Chetga baribir 25 beradi. Keyin mana 2 ni oldinga tushiraylik. Keyin 25 yana o'zi turibdi. 2 ni minus ikkinchisi bo'ladi. Ma'lum bo'ldiki 25 taqsim 4 degan xulosaga keldik. Bu bitta masala. Endi ikkinchi masala. Mana bu bilan mana uni o'rnini nima qilib olish mumkin? Alishtirib olish mumkin. Hop. Diqqatingizda ko'kda yozamiz, baqa. Hop. Alishtirsak 1 taqsim 2 ning 2 logaritm 7 asosi ko'ra 7-si. Endi u 1 deb beradi. 1 taqsim 4 bo'lib qoladi natija. Endi shuni ikkalasini ayirish kerak. 25 taqsim 4 chiqdi birinchisi, keyingisi 1 taqsim 4 chiqdi. Ayirsak 24 taqsim 4 bu 6 ga teng. Hop. Bu yerda kvadrat bor ekanda. Buni almashtirib olgan bilan bir xil ekan. Buni almashtirib olgan bilan bunday qilamiz o'quvchilar, qaranglar. Operatsiya jarayonida mana bu narsa kvadratda turibdi-yu. Shuni ikkita ko'paytma qilib olamiz buni. 3 logaritm 3 2 logaritm 3 2. To'g'rimi Abdulloh? Qavs ochib olsa ko'payib kvadrat bo'lib qoladimi? Nolni mana 3 bilan mana 2 ni nima qilib olish mumkin? Almashtirsak 1 bo'lib qoladi. Men 2 ni logaritm 3 asosiga ko'ra ikkinchi darajasi bo'lib qoladi. Mana. O'shandan bu plyusda chiqdimi? Mana ham bir xilmi minusda? Bularga baxt tilaymiz. Mana shuni o'zi qolar ekan javob. Bo'ldi. Hop. Mana o'zida operatsiya jarayonini bajaradigan bo'lsak, 9 ko'paytirilgan 3 darajada logaritm 3 asosi ko'ra 2 bor, bu o'rnini almashtirsa 2 bo'lib qoladi. Qo'shilgan. Buni aylantirib turib oldiga tushirsak 27 ni 1 taqsim 3 bo'lib qoladi. Bu 4 bo'ladi. Keyin bu 1 taqsim 2 bo'ladi. Batdan 3-nizosidan 3 chiqadi. 18 ga 3 qo'shsa 21 bo'ladi. 25 dan nizosi 5 chiqadi. Buni darajada nechi? Oldiga tushsa 2 ni 3-si bo'lib tushadi. 2 ni 3-si nechi? 8. LG 3x bo'lib qoldi. Mana 3 oldinga tushadi. 4-darajaga ko'tarib tushsa 81. LG 4x bo'lib qoldi. Endi mana 27 taqsim 4 degani oldinga tushsa metga ko'paytirish qilib yozaveradi. LG x o'zi 27 taqsim 4 oldiga tushgan. Hop, LG 3 kub x ga LG x kub esa LG 4x bo'ladi. Bular qisqarib ketib oxiri 8 taqsim 81 ko'paytirilgan 27 taqsim 4 qolyapti. Qisqarsam bu 3, bu 2 taqsim 3. Savol bergan o'quvchi tushundingizmi? Savollar. 92 bilan 95 qo'yib bering. 92 videosini tashlayman. 92 ni videosi bor ekan. Yana qaysi? 95.
Aha. Mana. Birinchi bo'lib, mana xossasini yozib tushuntiraymi? Logaritm a asosiga ko'ra b bo'lsa, bu 1 taqsim logaritm b asosiga ko'ra a yozish mumkin. Shuni o'ngdan chapga qo'llaymiz, chetga. 9 darajada -2 o'ngdan chapga qarab qo'llasak logaritm 9 asosiga ko'ra 4 bo'lib qoladimi? Ruslanbek, shundaymi? Endi yana bitta xossa bor. 4 bilan 9'dan. B bilan A ni almashtirsa bo'ladi. Shundaymi? Mana bu bilan bunoni undan almashtirib olsam 4 - 2 darajada logaritm 9 asosiga ko'ra 9. 4 - 2-si 1 taqsim 16. Mana. Tushunyapsizmi? Ha, tushundim. Aniqmi? Aha.